ichki ishlar xodimlariga bo'lgan munosabat. Ya'ni biz ulardan hali ham qo'rqamizmi, qanaqadir bir odamlarda bor-da, ya'ni u. Endi qarang, bu bir tarafdan qo'rqish deyilmaydi. Odam nimadan qo'rqadi? Birorta bir huquqbuzarlik sodir qilib qo'ysam, mana shu odam palaj. Ya'ni mana shu forma kiygan odam meni javobgarlikka torta oladi. Unda vlast bor degan narsadan qo'rqadi odam. Buni yo'li oson, qo'rqmaslikdi. Huquqbuzarlik qilma bo'ldi. От этого никто не застрахован. Siz bilmaysiz, huquqbuzarlik qilib qo'yishingiz mumkin. Hech kim от чумы от тюрьмы не зарекайся deydi-yu, shunaqa o'rislarda gap bor, misol uchun. Buni ma'nosi nima? Любой момент siz nimagadir aralashib qolishingiz mumkin, huquqbuzarlik sodir qilib qo'yishingiz mumkin. Shu nuqtai nazardan o'shanaqa munosabat, ya'ni ichki ishlar organiga bir xilgilar bor, hurmat qiladi. To'xta, bu davlat idorasi xodimi, misol uchun davlat vakili bor. Nimaga? Chunki davlat unga shu vakolat berib qo'yibdi. Albattaki, o'sha xalqni tinchligini saqlash uchun ularning vazifasi. O'shaning uchun ichki ishlar organlari vakillaridan qo'rqish kerak emas. Ular ham xuddi siz bilan bizga o'xshagan odam. Men misol uchun yurist bo'lsam, men yuristligimni qilsam, doktor, vrachligini qilsa, u odam ham o'zini ishini qilyapti.